Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Men sizlarga bugun Janoqatdagi echki janob qo'ylarning bog'larini sizlarga bilib beraman. Do'stlar, sizlar bizning kanaldan ostovoy ko'rib turibsizlar. Bizning kanalga qattiq like bosib turibsizlar. Men bir chekkadan boshlab so'rab beraman. Ve bu echkilar qanchadan ekan? Bunalar 12 ming deyapti, uchun. 12 ming so'm. Uchun 12 ming so'm bo'ladi ekan. Sizniki qancha ekan uka? 10 ming deyapti. 10 ming so'm. 10 ming so'm bo'ladi ekan. Echkilar qanchadan aka? Har xili qancha? 6 ming var, 7 ming var. 5 ming, 6 ming, 7 minggacha ekanda. Aka. Qanday qarab ekan. Echkilar qancha so'mdan? Echkilar har xil. 5, 6, 5, 6, 7 minggacha ekan. Ya qo'ylar kimdan ekan ha? Qanchadan bular? 14 ming so'mdan tanlashi. So'yg'oni bo'ladi ekan ha, biroq. Semiz ekan. Qayoqdan qo'ylar bular? Avoydan kelmiş. Avoydan qo'ylari. Bu qanchada otasi ekan so'libtarda? 18 ming so'mdan. 18 ming so'm ekan bu ekan. Qanchadan dediniz bu qo'ylarda? Qo'ylar 15 dan. 15 ming so'm. Ya qo'ylar kimdan? Qanchadan otasiz? 12 ming so'm. Qayoqda qildilar? Hozir qochib. Talasdan qochqorlar ekan. Talasdan kelishmiş. Çoğun qo'ylar qancha ekan ama? Ya bunlar qo'ylar kimdan ekan, sizdanmi? Qanchadan ekan bular? 23 mingdan. Qayoqda bular? Cho'nglar. Qarados o'zitkidan o'xshaydi. Bular kichiklar ekan. Kichikma ekanda bular. Kichikma. Kichikma. Ve şu qancha bo'ldi? Bo'ldi aka. Bo'ldi. 20 mingga bo'ladi. 3 gacha ham bor. Ha? Ya qanchadan aka bular? 15,5 ming so'mdan ekan qichmoq. Bu qo'chqor qanchada otasiz aka? Qancha? 30 ming. 30 ming so'm. Paspasi yo'q yaptım. Ya qanchada otasiz aka qo'chqor? Mana qo'chqorlar. Ha. Nech puldan bu? Qancha dediniz qo'chqorlarda? Eklarni 80 dedi. 80 ming so'm ekoni. 70 mingga beradi ekasidan da. Tushgan bu. Bozor bu, bozor ayt. Qo'chqor to'yga borib qo'chqorlar nech pul? Qanchadan aka? Var. 8,5 ming so'm ekan. Kami bor lekin. 8,5 ming. Siz qanchadan olasiz bular? 8 dan qo'zlar, 15 dan qo'ylar. 8 mingdan qo'zlarmi? Yanday naqad?
Do'stova degan. Qanchadan bular? Qancha buni aka? 14 ta kam bor. 14 ming so'm. Qancha bor? 20 mingdan aka. Qancha dodasi aka bu qo'zlar? 15 so'm. Bir erkek, bir urg'och. Do'stova. Ya qanchadan ekan bular? Arqili qancha? 15-10 ming. 8 minggacha ekan do'stlar, arqil ekan, tomosha qiladi. Ya qancha bu cho'ng qo'ylar ekan? 15 dan. 15 ming so'mdan. Siznikicha? 12 ming so'mdan. Qanchadan aka qo'ylar? 9 mingdan. 9 ming so'mdan. Aka do'stlar, bozorda bildingizlar, bozorda solishtiringizlar. Ya qanchadan ekan bu qo'chqorlar, qo'zi qo'chqorlar? Sizniki aka? Qancha? 11 ming so'm. 11 mingdan ekan. Qancha bo'ldi aka shu-ku? 9 dan bo'ldi 18. 9 ming so'm. Bir ikki qo'sh qo'yar. 9dan qayta bor ekan bu. Xo'sh, ishdan oldi. Ha, ikki qo'sh qo'yar ekan. Qo'shmay, qo'sh qo'y. Ana mol Qo'chqor bir Onu urg'och. bana üstüne versem veririm. İki şeker. Yetishgan. Shuni qancha dedingiz aka? Ha, shuni. Şunu 9,5 ga verir. 9,5 ming so'm. Bir ekin tug'an o'xshaydi, 3 tu. 3 tu tug'ibdi. Bu qo'zlar qanchadan ekan? 12. 12,5 ming so'm. Bo'ldi? Qancha? Ha, bo'ldi ekan. Ya qancha dodas aka qo'ylardi? Arqil aka. Arqili qancha endi? No, eko 7 de. 7 ming so'm bo'ldi. Mana orqarasi 6 ming. 6 ming. Jandagisi 7 ming. Janidagi 7 ming. Olsa, Mana iki tishlar 12 de. ekishlar 12 ming so'm. Ya qanchadan sotdingiz? Yalnız bunların şeriklerin 9,5 dan sattım. 9,5 ming so'm. Bak çoğunluğu şerikler. Soyg'ondan bo'ladi-da. Evet, soyğanla oladı sattım. Ya qanchadan aka shu-ku? 18 oldu 4 tane. 18 ming oldi. 1000'den bir şerik. Aka, hurmatli YouTube ko'ruvchilar, bizning kanalda aslo bizning videolar ko'rib turibsizlar.